Yazning meyvelerini ısrap qo'yatmay do'stlar, manadek yaymiqoqlarni qilinglar. Bugun men o'rik bilan yaymiqoq qilsam shunda payz bo'pti juma do'stlar. Mening birinchi qitim qilishim bek muvaffaqiyatli bo'pti. Sizlar snapi qilinglar juma do'stlar, cho'qim qila olasizlar. Aldı bilanmish uyanglar may bog'lab pishib ketganmish o'riklarga tuzni chechib etib, buni dezinfeksiya qilib pakkaz yuvayotgandan keyin o'ttirdim işte ajratib, urug'chisini elib etib, hammasini işte ustiga qartib qo'yamiz. Pes qartib qo'ysanglar asa ezilmaydi ekan. Bu işte tekish qilib hammasini qo'yib olgandan keyin bu ochiq o'rik bo'lg'achqa men shekansal jiqaroq soldim. Shekan sevitib, undan keyin buni 10 minut dumlab olamiz. 10 minut dumlab qo'ysanglar mana mushunga o'xshash suv chiqib, bu ezilib pishidi, mana bu ezilib ketadi. Ezib olgandan keyin endi buni qiyma qilgan mashina silib, texmi olib olib, yumshoq holatda ezib olamiz. Andi yan birsiga do'stlar eskartib qo'ysam, agar tatliqni yaxshi ko'rsanglar shekan jiqaroq solsizlar. Tatliqni yaxshi ko'mayman, ochiq-chuchuk yemaysanglar shekan azroq solsizlar. Jumi shekaninki cho'qim manda soldi degan o'lcham bo'lmaydi buningda. Mana mushkul holat kelgandan keyin endi mushtaq osti tuz bo'lgan qachalarimizga boshlamoni ustiga sevatgandan keyin o'rkimizning to'kiblam ustini tekshi holatga ekib, ondan optab eng yaxshi tushadigan yerga qo'yib qo'ysanglar, shunda yaxshi qurib chiqadi ekan do'stlar. Mening sharoitim faqat mushta derizil qo'yib quritishga to'g'ri keldi. Shunga men mushta qo'yib qo'ysam bir kun ichida manadek qurib tayyor bo'pti. Mana men sal nepizroq qilib ekanman. Shunglashqa bu qahma sal nepiz bo'lib chiqibdi. Anatki men yana birsiga bo'lsa, mushta yog'och dushamning ustiga sal qilinroq qilib qo'yib boqqandim. Bu qilinroq qilsam, qahma sal manadek qilinroq bo'ldi ekan. Juma do'stlar, men ikki xil holat qilib sinab baqdim. Mana qaysini yaxshi ko'rsanglar, shu xil holat qilsanglar bo'laverdi. Bugun men ishlatganim ochiq o'rik bo'lg'achqa shunda chuchmal payzi bo'lib chiqibdi juma do'stlar. Yazning boshdan o'xshash olma o'rik degandek meyvelari tozmay bog'lab pishgan vaqtlarda hargiz isrof qilib etmay uyda tabiiy holatda mushta yaymiqoqlarni cho'qim qilinglar juma do'stlar. Shunchalik payz bo'ldi ki, bolalarimizni shunda yaxshi ko'rib yeydi ekan. Dadamning